ko'p holatlarda ajrimdan keyin ayollarimiz farzandlarini otalariga ko'rsatmaydi. Nima sabab deb o'ylaysiz? Shu otadan nimadir o'tsa kerak-ku, ko'rsatmasa kerak. Ayol o'z-o'zidan qilmaydi lekin bu narsani. Nimadir jonidan o'tadi, shuni hayot majbur qilgan demak. Majbur qilgan, mayli, ayolni xafa qilgandir bo'lishi mumkin, lekin farzandda ayb nima? Ay farzandda emas. Shu kattalar shu ishni qiladi-yu, lekin farzand aybdor bo'lib qoladi. Otasiz o'sib qoladi. Bu uchun farzandda aybdorlik joyi yo'q. Endi otani balki shu bir haqsizlik nimasi bo'lsa kerakki, ko'rsatmaydi. Yo'q, ayol kishi shu narsani to'g'ri qilyapti deb bilasizmi? U vaziyatga bog'liq. Kimdadir to'g'ri gap bo'lib keladi u. Kimdadir to'g'ri, noto'g'ri bo'lib chiqadi. Vaziyatga qarab uni baholash kerak. Endi qanaqa vaziyat bo'lganda ham, misol, baribir farzand otasini ko'rish kerak-ku. Otasini ko'rish kerak, albatta, lekin o'sha ota otalik vazifasini bajarib qo'ydimikan? To'liq ado qilgan bo'lsa, albatta unga haqdor. To'liq vazifani qildi degan erkakni tasvirlab bera olasizmi? Oilada nima qilish kerak erkak kishi to'liq vazifasini ado qilish uchun? Endi erkak kishi vazifasini to'liq ado qilish uchun uni aytib anaqa qilib bo'lmaysiz-ku. Uni har kim o'zi vijdonan kelib chiqib, o'zi ado qiladi uni. Yo'q, misol mana qarang. Erkak kishini bizani dunyo qarashimiz bo'yicha erkak kishi ishga borish kerak, pul topish kerak, ro'zg'or qilish kerak. Ayol kishi uyda o'tirish kerak, uy ro'zg'origa qarash kerak, to'g'rimi? Fikrimiz shunaqa. Yana qanaqadir qo'shimchalar bormi? Endi ish bilan, ro'zg'orga aniq qilish bilan emas, ozgina bolalarga e'tibor qilish kerak, ayolga e'tibor qilish kerak. Endi qarang. Pul topish deb bola, ayol anaqasini chekkaga surish ham to'g'ri emas-da. To'g'ri, mana qarang, endi hozir siz misol kamida hozir necha yil bo'ldi turmush ko'rganingizga? 23 yil. 23 yil bo'ldi. Endi o'zingizni o'sha bir deylik yarim yil, 1 yil o'tgan turmushingizni eslasangiz, u lekin hozirgi opitingiz bilan katta farq bor, to'g'rimi? Albatta, juda katta. Hamma ayb ish qilib turadi, hamma adashib turadi. O'sha adashganda, misol shu narsalarni kelishib, misol jahl qilmasdan ajrashib ketmasligi uchun qanaqa tavsiya qilardingiz yoshlarimizga? Endi u yog'ini bilmadim. Qiyin savol, a? Juda qiyin. Misol nima qilish kerak shu oilani mustahkam qilib ushlab qolishga? Aytyapman, qarz ikki qo'ldan chiqadi. Ikki tomonlama harakat bo'lish kerak. Har kim o'z yo'liga, o'z fikri bilan yashasa, unda bo'lmaydi. Oila Ikki tomon kelishgan holda yashasagina hayot chiroyli davom qiladi, albatta. agar hammani o'zini dunyo qarashi bo'lib, misol ayol kishini o'zini yo'nalishi bo'lsa, erkak kishining o'zini yo'nalishi bo'lsa, bu hayot bo'lmaydi demoqchisiz. Oilada er xotin bitta maqsadga erishish kerak. Qariyalarimiz bekorga aytishmagan, er xotin qo'sh ho'kiz deydi. Aha. Er xotin qachon qo'sh ho'kiz bo'lsagina hayot chiroyli davom qiladi. Har kim o'z tomoniga tortsa, unaqada bo'lmaydi. Masalan, ayol aravani bir yakka tortsa, unga ham og'irlik qilib qoladi. Erkak yolg'iz tortsa, unga ham og'irlik qilib qoladi. Shu uchun aytilgan, qo'sh ho'kiz deganmi, baravar harakat qilsa, albatta chiroyli bo'ladi. Mana qarang, 23 yil bo'ldi deyapsiz. Baribir urush janjal bo'lgan. Qaysidir vaziyatdan chiqqaningizni misol bir yoshlarimizga tavsiya qilib aytib bera olasizmi? Nima qilish kerak? Misol shu paytda erkak kishi jahli bilan kirib kelganda, ayol kishi vazifasi qanaqa yo'l tutish kerakligini aytib bera olasizmi? Kulib kutib olib, bir og'iz yaxshi gapirib, adajonisi deb ko'ngliga qarasa, shu bilan o'tib ketadi. Ozgina sabr qilish kerak, indamay tursa, bir ozgina tilini tishlasa o'tib ketadi. Joningiz sog' bo'lsin. Rahmat sizga. Sog' bo'ling.